bitta joyda non tuz yeb, bitta joyda kerak bo'lsa bakal urishtirib ichding, ko'zim bilan ko'rdim. Orqasidan yomonlama. Yaxshi ish emas u. U ish yaxshi ish emas. O'yin o'z yo'liga, TikTok o'z yo'liga, lekin yomonlama. Hozir sen ko'rganing yo'q, men ko'rdim. Siz bilan ulangan payti mana aytib bo'lay, ko'rganlar bo'lsa gapirsin. Haqiqatdan ham mushuk bo'lsa gapirsin, taraf olish emas, hech kim. Sardor dedi. Og'zidan beribdi-da, ko'tiga sikib, boshqa qilib, narsa qilib, balo qildi, batal qildi deb 1 soat gapirib o'tirdi. Men Allohning oldidan, bandasining oldidan aytaman, tekinganim yo'q. Mana bu. Meni avtoritetsim to'kilmaydi, men buydoq bo'laman. Qildim desam bo'ladi. Lekin qilmagan narsamni men, ko'rmagan narsamni men jalapasam, haromisam, undaysan demayman. U qiz hurmat qildi, shuncha yo'ldan keldi. Men u qizni ko'targanligim uchun tug'ilgan kunim kelasanmi dedim, iltimos qildim, keldi. Mayli, u bilan temamizni o'zimiz yechib olamiz. Lekin bu noto'g'ri gapirdi. Men eshitdim o'sha gapni. Men quloqim bilan eshitdim. Nima zo'r dollar bas-ku.